yana bir bor amin bo'ldik. Eng yaxshi maktabni tanlov qilganimizga. Qo'lbani tarbiyasi bilan bemalol qo'yib yubora olaman. Men Sultonmurodova Mahinovna oyisi Bektashev Munavvar bo'laman. Chet el universitetlarining talabasi bo'ldi hali maktab bitirmasdan. Biz yana bir bor amin bo'ldik. Toshkentda eng yaxshi maktabni tanlov qilganimizga farzandimiz uchun. Endi Xudo xolisa shu kuchli shifokor bo'lsa, o'zi farzandim ham doim aytadi. Men doim Qo'lba maktabidan chiqqanimda aytib o'taman, Xudo xolisa katta shifokor bo'lsam ham Qo'lba maktabi menga ta'lim bergan deb doim eslab o'taman deb g'ururlanadi. Albatta, ota-ona sifatida juda ham xursand bo'ldik. Qo'lba maktabining ustozlari shunaqangi bularga tarbiya berganki, men hozir juda ham ishonch bilan qizimni bemalol qo'yib yubora olaman-da. Chunki maktab nafaqat ilm berdi. Maktab butun dunyoqarashini o'zgartirdi qizimni. Yashash tarzi va shu o'zini tutishi, kitobga bo'lgan mehr. Hozir Qo'lbani tarbiyasi bilan bemalol qo'yib yubora olaman-da. Chunki men bilaman 100% faqat ilm olishni o'ylaydi. Bo'lmasa yoshlarni chalg'ituvchi hozir juda ko'p narsalar bor. Internet bor, har xil o'rtoqlar, lekin Qo'lbada shunaqa zo'r muhit yaratib berishganki, даже o'rtoqlar ham mana men ko'pincha qizlarni gapirishidan, telefonda muloqotini baribir ona sifatida kuzataman-da. Faqat ximiya, faqat qanaqadir natijalar, faqat shu temada gapirishadi, mavzuda.